Qaytishgani 5 kilometr, 10 kilometr bo'ldi. Xullas, buni nimaga men Instagramga qo'yapman degan savollar bo'ldi kecha. Anchadan beri avval endi kelish. Nima kerak endi Instagramga qo'yib bu narsalarni? Qo'yib o'zing qilolmaysan indamay texadi unda. Men o'ylanib qoldim. Rostdan nima qo'yapman deb o'yladim. Instagram qo'yayotganim bitta sabab bor. Bezovol ishni qilmang inshaalloh. Sababi ko'pchilikning oldidagi mas'uliyat boshqa narsa bor. To'g'ri. Doim amalli odam uchun bu narsaning qizig'i yo'q. Kim qayerda nima deyapti. Qilaveradi amalli. Lekin biz unaqa doim amalli odam emasmiz. Oddiy zaif mo'minmiz. Ibodatda ham zaifmiz. Dunyoda ham zaifmiz. Sportda ham zaif ekanmiz hozir. Dunyo bilan ibodatda oldiga o'tib ketolmayapmiz hech yo'q. Sportda hali vaqt bor ekan, sabab qarasam. Men yoshimda keladi. 99% sportda uzoq ekan. Bundan ham ko'p. Hech yo'q. O'zim yoshimda keladi. Qatorida sportdan bo'lsa ham birinchi bo'lay deb boshlab oldim. Shuning uchun videoni Instagramga qo'yibman. Kim bilmasa o'ziga gapiradi. Men uchun qiziq yo'q.